Stonehenge insoniyat yashirgan sir. Bu toshlar oddiy emas. Ular nimanidir yashiryapti. Angliyada joylashgan Stonehenge 5000 yillik sirli inshoot hisoblanadi. Har bir toshning vazni 25 tonnadan 40 tonnagacha keladi. O'sha davrda texnika yo'q edi. Unda bunday ulkan inshootni qanday qurish mumkin? Ba'zi toshlar 300 kilometr uzoqlikdan olib kelingan. Bu esa tarixchilarni yana ham hayratda qoldiradi. Qadimiy rivoyatlarda bu yerda qurbonlik marosimi o'tkazilgan joy bo'lgan deyiladi. Eng qo'rqinchli tomoni, har yozda quyosh chiqishi toshlar orasidan aniq bir nuqtaga tushadi. Bu shunchaki tasodif bo'lishi mumkin emas. Ba'zilar esa Stonehenge'ni yer energiyasi to'plangan darvoza deb hisoblaydi. Bu sir hali ham ochilmagan. Sizningcha Stonehenge'ni kim qurgan? Kanalimizda bundanda qiziqarli videolar bor. Ularni birinchilardan ko'rish uchun obuna tugmachasini bosib qo'ying. Instagram, YouTube va TikTokda joylangan barcha videolarni bir joyda ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling.